Manzillar bo'lsa 3-manzillari g'arotida eshbekda ham quyyapti. Aha. Sveji bo'lib turibdi. Ana. Keling endi bu yoqdan ko'rsatamiz. Mana bu ustki qavat guli. Mana bu setkalar esa mana shuning ichiga ketadi. Mana shu setkalar bu yoqqa ketadi. Ana bu yerda o'chirib tursa ishingizni xalaqit bermaydi qanaqayna. Bu narzaniga bir chaparsanizlar asaq deyman-da. Burada yana bitta tochkasi bor, Vag'ishta. Vag'ishta rayonining ichida qumsangirlarida, qumsangirda ham bor. Ko'rib turibsizlar, har bir joqdan bittadan chiqqan qumsangir oyog'i panjigacha har xil turidan shunday bir kak vitrina hisobida qo'yib qo'ygan. Endi narxiga keladigan bo'lsak, qarangizlar, har qanday turi, gulini ahamiyati yo'q. Aytaylik, mana shunday araliq hisoblanadi-da. Mana shunday araliqda kelib nashirini olib ketishlaringiz, sizlarga qaysi manzil yaqin bo'lsa, azizda aytib o'tdik. Ana shu. Assalomu alaykum. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Mana shu YouTube'da men katta bir video qilishda 2026-yilda birinchi mana shu Yebrozabor xizmati. Hozircha bu yerda 10 dan adashmasam 10 dan ham ko'p, anchagina bor. Bu har xil turidan shunday bir kak vitrina hisobida qo'yib qo'ygan va bundan boshqa turlari ham bor. Endi o'zining liniyalaridan chiqib ketdi. Shu ehtimoldan shu yerga qo'yib qo'ygan. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa manzilda обязательно aytib o'tamiz. Qarangizlar, bu bizni Guliston bozorida, sentrida, ya'ni Guliston territoriyasida mana shu bez problema. Butun Guliston, Tashrobod, ana Vag'ishta, Taybetda shu yoqqa dastavkasi sizlarga tekinga tushadi. Endi boshqa tarafdagilarga keladigan bo'lsak, bularda yana bitta tochkasi bor, Vag'ishta. Vag'ishta rayonining ichida Vag'ish, shu tomon Qo'rg'on, Vag'ish, Uyali, shu bunday qanday dastavkasi agar ko'proq bo'lsa kelishsa, Yovonga ham olib boradi. Shu yerdan kerak bo'lsa Dang'araga ham olib ketdi-da. Ko'proq joy ekan, katta mashinalari bor, o'zlarini gurzavoy aparib o'rnatib beradi. Bu ikkinchi manzillar bo'lsa, 3-manzillari g'arotida eshbekda ham quyyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, yo'lda mana shunday quyilyapti. Endi 3-manzillariga keladigan bo'lsak, bu 3-manzillari o'zlarini qumsangirlarida, qumsangirda ham bor. Ko'rib turibsizlar, har bir joqdan bittadan chiqqan qumsangir oyog'i panjigacha, eshbekdagi esa o'lisi ta Qabadiyon shaharlargacha bemalol kerak bo'lsa, mana shu ekranlaringizda raqamga murojaat qilasizlar. Oxirisi 25 borib sizlarning xizmatlaringizni qo'ldan kelguncha chiroyli qilib ado etishga xursand bo'ladi. Xulos kelishsangizlar aparib o'rnatib beradi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, qarangizlar, har qanday turi, gulini ahamiyati yo'q. Aytaylik, mana shunday araliq hisoblanadi-da. Mana shunday araliqda kelib nashirini olib ketishlaringiz, sizlarga qaysi manzil yaqin bo'lsa, azizda aytib o'tdik. Ana shu manzillardan olib ketishlaringiz sizlarga mana shunday bitta araliq tumbalari men shu yerdan olib ketsangizlar yoki qaysi manzil yaqin bo'lsa olib ketsangizlar 350 so'mdan shunday kelib mashinangizga ortib beradi, olib ketasizlar. Agarda yo'q, borib sizlarga xuddi mana shunday qilib qo'ndirib berishim ham bo'lsa, yana qaytarib aytaman, jigarlar, manzilda hozir ahamiyati yo'q. Muhimi klient kerak, aparib qo'yadi. Har joyda o'zining tochkalari bor. Uyingizgacha qo'ndirib berishim esa 450 so'mdan. Shuni eslab qolingki, kraskasiga отдельно pul olinadi. 450 so'mdan faqat qo'ndirib beradi. Kraskasiga отдельно plastik qilsangizlar, kraskasini ham kelishib sizlarga qilib beradi. 40 gachadan 41 qoladi. Kraskasi ham uncha qimmat tushmaydi sizlarga. Mana ko'rib turibsizlar. Yevrozaborlar haqiqiy bunday qanday svet berib turadigan narsalardan. Baland pastiga keladigan bo'lsak, 3 xil varianti bor. Mana bunisi sredniy varianti. Sredniy variantda aytadigan bo'lsak, misol uchun mana 4 ta ustma-ustun qo'yilgan. Bu 2 metrlik, bo'yi 2 metr, eniga 2 metr. Keyin 3 taligi ham bor. Pastroq zabor qalasangizlar, 3 taligi bor. 3 taligini qo'ndirib beradi. Meni uyim umuman ko'rinmasin desangizlar, buni 5 taligi ham bor. Baland bo'ladi, vashim cho'tki bo'ladi. Endi hozir mana ichkariga kiramizda sizlarga ichkaridagi vaziyatdan biroz ko'rsatamiz. O'zlari quyib, shuni satyapti. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu qaysi guli ma'qul bo'lsa bo'ldi. Sizlar aytsangizlar, uylaringizga borib qo'ndirib beradi. Ichkaridagi vaziyatdan men sizlarga biroz bo'lsa-da ko'rsatib berayin. Ana endi qarangizlar, bu orqa tomondan ko'rinishi. Xalasangizlar sizlarga orqasini ham kraska qilib beradi, orqasini ham gullab berishi mumkin. Bu bunday qanda sizlarga faqat pullaringizda biroz doполнительно bo'ladi. O'zi odatda ko'pincha oldiga shunday uradi. Ana endi qarangizlar, mana bu yerda esa mana bunday setkalardan taylanadi. Mana bu yerda keling, yaqinroq kelasiz. Mana bular tumbalarining ichiga. Mana keng oldidan ham Jishka desa emas. Shu kak Almatirda eng maydalaridan da. Almatir hisoblanmaydi. Burada nima deydi nomini to'g'ri bilmayman. Shuni haligi tumbaning ichiga ketadi. Mana bunda esa keling, yaqinroq keling.
Pastayanni shu holat, mana shu. Mana ko'rib turibsizlar, ko'p jishki emas. Mana shundan buni bir-biriga suvar kelib, ana ichiga taylaydi. Va esa bundan katta setkalar bor, uni ham ko'rsatamiz. Ular esa buning ichiga ketadi. Mana ko'rib turibsizlar, qancha kerak bo'lsa zanglatib quyapti. Xudoga shukr, klientlar o'sha bu Guliston o'rganib qoldi. O'sha mana shu raqamni o'sha tanib ham qoldi. Qaranglar, mana gullari men turli xil haligi qilib, mana endi bunaqaroqdan kelaverasiz. Mana bu setkalar esa mana shuning ichiga ketadi. Mana shu setkalar bu yoqqa ketadi. Ana bu yerda o'chirib tursa ishlaringizni xalaqit bermaydi qanaqayna. Bu narzaniga bir chaparsangizlar asaq deyman-da, agar lojisa. Tayyormi yoki vibrlash kerakmi? Tayyor? Qana aynan. Tushmayin deysizmi? Ha, bu yetingiz endi yarki kelmaydi, ha bir keng shuni bir ko'rsat. Boshqacha-da endi baribir. Keling, mana endi mana ko'rib turibsizlar. Ag'darish kerakmi? Aya bitib ochasizlar. Sveji shuni qo'ying. Bu ustki qavat ekanda, buni deydi, как раз ekan. Mansur keling. O'ng taraf. Arabani ushla. Mansur ayni bu yoqqa keling. Arabaga ham artish kerakmi uni? Araba artmasaldi. Hech narsa qilmaydi aynajon. Neveskini kiyib ol. Ishlaringizga baraka bersin. Bu bunday qilganda realni qilib ko'rsatishda. Ayna. Aya, xudo qalasa inshaalloh boshqa tarafda Rossiyada umuman bu yerga aloqasi yo'q odamlar O'zbekistonda bo'lsa ham foydasiga qiladi. Omadini bersin deydi. Shu yerda bo'lsa ham ish ketyapti deydi. Bir maqsad sababdan Rossiya bora olmay qolgan bo'lsangizlar kerak ishlaringizda ba'zi birlar yoki hammalar shundaymi? Aha. Qana, qancha paqlaslar? Chiqib ketmay. Yo'q, chiqmaydi inshaalloh. Qana, aynan siz kamerani to'g'ri ushlang. Tan ketap o'z sekund. Qarang, bir xil payt pamyatni to'lib qoladi-da, ketap o'z sekund. Bo'ldi, basing. Bir. Mana bismillah. Gap yo'q aynalar. Qana, oldidan ham bir yaxshi. Sveji bo'lib turibdi. Ana. Keling endi bu yoqdan ko'rsatamiz. Mana bu ustki qavat guli. Bir har xil kelglar bo'ladi. Mana shu qaysi bo'lsa orqasidan qaysi bir o'sha chekkadagi ekan-a. Birinchisi ekan, mana shu guldan keling, shu birinchisi. Mana anglatib polnisni quyapti. Mana shu birinchisining guli shu ekan-da. Keling. Mana demak, shol munov bo'ladi. Mana munov. Mana endi Usmonjon o'zi insof bilan qaysi bir ma'qul bo'ldi desangizlar, men deb oldin bir qarang-da. Menga qaysi biri desam. Hammasi ham bir-biridan chiroyli, yo'q, lekin menga agar uyimizga olib o'rnatib beraman deganda men buni tanlagan bo'lardim. Mana shu. Endi qaliganlaringizda bundan boshqa gullar ham bor dedi Usmonjon dedi. Biz yana butun bozorda egallab olmaymiz, o'zimiz bestamiz kam dedi. Shunga nima deydi? Hurmatli podpischilar, hammalaringizni shu videorokda bir maksimalni tarqatingizlar. Birinchi marta kelib shu yerga shunday reklama qilib ketishimiz. Xudoga shukr, bir qancha klientlarga birga ishlab kelyapmiz, xizmat qilib kelyapti. Birin jalobasi yo'q. Xudoga shukr. Mana o'zimni WhatsApp raqamimdan ham yozib qo'ydim. Xudoga shukr ishlariga javob beradi. 100 ta bir xizmatlar bo'lsa, mana nafsak so'chiga qo'yib qo'ydim. Bemalol chiqingizlar aloqaga. Mana shu Nematayna buning egasi bilan mashina o'zi Qumsangirdan mana shu yerga kelib ish boshlagan. Mana shu ishchilar esa shu Gulistonda odamlar, chunki o'zlariga yaqin bo'lib ketish uchun shu yer odamlari ham ish bularda ish ketyapti, ham anoda ish ketyapti. Biznes baribir boshqacha. Biznes qilgan inshaalloh bir narsa bo'ladi, o'nimat bo'ladi, ko'garish bo'ladi deydi-ku. Mana bu vafshim ajoyib bo'libdi. Bu videom umuman boshqalardan farq qildi. Jigarlar shunday videoroliklarni kutib qolingizlar. Xudo qalasa endi bundan buyog'i sizlarga foydali nimadir kerak bo'lsa, shuni albatta yetkazamiz. Xizmatlar bo'lsa, raqamdan qo'yganman. Ha, e'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat.